ko'p o'qituvchilar tomonidan berilgan tavsiyalarni men ham beraman o'quvchilarimga, lekin sal soddaroq qilib, albatta bu maslahatlar berilgan bo'lishi mumkin. Yana bir qator shu maslahatga amal qilib, o'zingizda sinab ko'ring va agarda shu maslahat sizga ish bergan bo'lsa va sal bo'lsa ham oldinga siljish bo'lgan bo'lsa o'qishingizda, albatta subscribe va like bosishni unutmang. Bu so'z yodlashga bog'liq maslahat. Ko'ryapsiz, passajda juda ham ko'p vocabulary. You have never experienced, you have never seen. Oldincha ham ko'rmagansiz, nima qilishimiz kerak? Shoshilmasdan bu so'zlar yana keladi. Yana ingliz tili o'qishda davom etyapsiz. Chunki yana so'zlar keladi, xuddi shu so'zlar takrorlanishi mumkin. Har safar daftariga yozib o'tirgandan ko'ra, sizdan bitta narsa talab qilinadi. Erinmasdan shu yozgan so'zingiz nechta? 50 tadir, 100 tadir yoki 200 tadir. Sizdan talab qilinadigan narsa, agarda 50 tadan yodlashga qobiliyatingiz yetmasa, hech qanaqa usul loci yoki bo'lmasa mnemonika, memorization techniques undan ko'ra yoping bir tarafini, oldingi traditional method o'zi eng zo'r yo'li. Sababi har deb yangitdan usulib topargandan ko'ra eski usulda bardavom bo'lib so'zlarni yodlagan ma'qul. Agarda qobiliyatingiz 5 tadan so'z yodlashga yetsa va 5 ta so'zni tarjimasini yopib yoki tarjimasini o'z so'zni berilishini yopib tarjimasiga qarab turib yodlaydigan bo'lsangiz 5 ta birinchisini va 10 martadan qaytarasiz. Agar 10 martada xayolingizga kelmasa, ya'ni xotirangizda qolmasa, 20 marta yoki 50 marta o'zingiz sining. Agarda 20 martada shu 5 ta so'zni yodlay olgan bo'lsangiz, yopingda, yana 20 marta qaytaring. 20 marta bo'lgunicha saning, 20 marta. 10 tada zo'r yodladimmi demang. 20 martada qaytaring. Keyingi etap, endi pastdagi 5 ta so'zni yodlaymiz. Xuddi shu uslub 20 marta va tepadagi 5 tani qo'shib yodlaymiz. Tepadagi 40 marta takrorlandi, pastdagi 20 marta. Yana 5 ta so'zni olib, shu tarzda 100 ta so'z kuniga yoki bo'lmasa kun oli yodlanadi. Shu narsani doim o'zingizga odat qilib olsangiz, yodlamay o'tkazgan kuningiz siz uchun g'alati tuyuladi va albatta keyingi kunlarda yana yodlashni boshlaysiz. Yana yodlash texnikasi sizga singib boraveradi, lekin bu narsani eng kamida 40 kun davomida qilishingiz kerak. Eng kamida 40 kun. Bo'lmasa 2 oy davomida shu narsani doimiy tarzda qilasiz, sizda yodlash texnikasi oshadi. Buni qilib ko'ring va albatta foydali bo'lgan bo'lsa, yana aytib o'tdim, subscribe and don't forget about like button to press.